Assalamu alaykum. Men sizlarga bundan 40 yil burda olingan sovetskiy motokrot degan hozir motoblok deb qo'ydi. O'shani men tanishtirib ketayin deyim. Bu 40 yildan beri ishlaydi. 86-yil olganlar. 275 so'mga. Hozir buna o'zini motori tinchidi. Onu orduga sovetskiy motopilar motorunu koydum. Oldan jakpadı. Xitoyskiy motopilar motoru oldan jakpadı. Oxiri buna hozirgi motobloklardan motorunu koydum. 960 baravar. Anan yaxshi jeri buna yerga o'zining motorunu motokrotun o'zining motorunu o'zgacha jeri. O'shani men reduktor qatori qo'yib qo'yganman-da. Bu laborat azaytib beradi, kuchli ko'paytib beradi. Mana buni frezadag'in yememinin o'rtamlikda aylanish kerak-da. Hozir sizlarga shu ishni ko'rsatib qo'yayim. Özgeçe yeri reduktor. Şöyle özüm atan reduktor koyana. Buna acıda lapkalarda koyganmın. Bu yerge çoğun lapkanı koydurup şeyski agat alıp koysa dağın buluveradi. Buna bir yolu ortalık yumşattıktan gitet buna lapkası. Sizden uçta yok, yaxşı. 40 yıldan beri kısmet kanlarken yaxşı buyum buladı da. Sizlerden işinizlerge ilgili, o matınıza bilirsin.